butun Amerikadagi o'zbeklarning nomidan chiqaman. Sizlarning haqqingiz yo'q bironta o'zbekni bu yerda oyoq osti qilib yoki past nazarda qarashga. Bilmayman, balki sizlar pulni qiynalib topayotgan bo'lsanglar kerak, rosa qiynalayotgan ekansizlarki, shuni ham video qilib olib chiqibsizlar akalar. Ular pattichiga 4 million, 5 million, sen 30 ming pattichiging bilan u bilan kollaboratsiya video olmoqchi bo'lyapsan. Pashol naqli deydi-da. Boshqa millatlar o'zinikini o'zi qo'llab-quvvatlab turgan bir paytda qo'pol qilayotganda biznikilar o'zini o'zi itaradi-da. Abdurahmon Fozilov 40 dollarlik futbolkani 50 dollardan sotdi deb qo'yadi. 10 dollarda boshqa ko'radimi Abdurahmon Fozilov? Qilibsan, hech bo'lmasa o'z vataningni o'yiniga kiradigan muxlislarga nisbatan qilma mana shunaqa biznesingni. O'zbekni itarib ketdi degan gapni ko'p eshitamiz-a. Ayni mana shu chet el mamlakatlarda yashaydigan o'zbeklarimiz haqida ketyapti. Hammasi haqida emas, lekin ko'pchiligi baribir kiydirib ketadi. Shuni hisobiga blogerlarga ishonch oshib ketadi. Chunki blogerlarni aldamaydi deb o'ylashadi bizning sodda xalqimiz. Lekin aldoqchilari ham bor. Lekin shunda ham yuzini olib chiqdi-yu, bu aldamaydi-yu deyshadi. Amerikada yashaydigan o'zbek vatandoshlarimiz bilet mojarosiga duch kelib, qiyin ahvolga tushib qolishibdi. Ya'ni biletni vaqtida olishmagan, vaqtliroq harakat qilishmagan, ko'chaga chiqib bilet olamiz, bilet narxi oshib ketgan, saytda bilet qolmagan, kassaga borib bilet ola olmaydi chunki masofalar juda oralari uzoq, joyga borib olish kerak. O'zbekdan bilet olaman desa, misol uchun Portugaliya O'zbekiston o'yiniga bilet birinchidan qimmat, ikkinchidan 1,5-2 ming dollarga bilet olaman desa, hozir begona odamning kartasiga pul tashlab berish kerak. O'zbek bo'lsa ham. Chunki o'zbekga ishonmaydi. Chunki bir nechtasi menga ko'rsatdiki, aka men aldanib qoldim, 1,5 mingga tushdim, 2 mingga tushdim. Shunaqa payt bizga o'xshagan blogerlarga talab oshib ketadi. Lichkamga rosa yozishadi. Aka bilet topib bering. Homiylar tomonidan menga 2-3 ta kompaniya ikkitadan bilet sovg'a qilgan. O'y, menda bilet bor, kerak emas dedim. Bittasi Xitoydan keldi, bittasi Amerikadan bitta akam sovg'a qildi. Men tushmaydigan bo'ldim, aka sizga berdim. Aka biletim bor desam, aka xohlasangiz tekinga berib yuboring, xohlasangiz sovg'a qilib yuboring. Endi men biletni tekinga berib yuborish yoki sotib yuborishim bu meni qo'limda. Bu narsa noto'g'ri hisoblanmaydi. Bu harom ham bo'lib qolmaydi. O'zim yonimda o'g'lim bor edi, o'g'limga berdim. Yaqinlarim so'radi, yaqinlarimga berdim. Qolganini sotdim. Ya'ni qanaqa sotdim? Bozor qanaqa narx talab qilsa, shunaqa narx sotdim. Buni liboy biznesmen tushunadi. Lekin ayrim Amerikadagi trakchi ukalarimiz hammasi emas. Bilmayman, balki sizlar pulni qiynalib topayotgan bo'lsanglar kerak, rosa qiynalayotgan ekansizlarki, shuni ham video qilib olib chiqibsizlar akalar. Siz vatanparvar ekansiz. Nimaga biletni harakatini vaqtliroq qilmadingiz? Men aybdorman. Siz yig'lab yuboring deb telefon qildingiz. Aka, menga bilet topib bering. Men boshqaga ishonmayman dedingiz. Sizga biletingizni hal qilib berib, men o'zimning qo'limdagi turgan 2-3 ta biletimdan bittasini sizga sotsam, siz bu yerda video qilib chiqsangiz, aka, Allohga kifoya qilaman sizni. Chunki men sizni haqqingizni yemadim. Men o'zimni mulkimni sizga sotdim, lekin siz buni video qilib meni obro'sizlantirib olasiz. Aka, yaxshi ham futbolga temasiga aralashib qolmanman. Lekin aralashganimda ham bu noto'g'ri bo'lmasdi. Ko'p biznesmen akalarimiz sport tovarida ishlaydiganlar, futbolka tiktirib, o'zini dizaynini qilib, olib borib sotishyapti. 50 dollardan sotishdi, 35 dollardan, 40 dollardan sotishdi. Lekin shuni ham qimmat sanashyapti. Vaholanki Nike, Adidas original futbolkasi 199 dollardan boshlanadi. Da arzonlari skidga tushganlari bor, eski modellari. Lekin O'zbekistonning futbolkasi 50 dollar qimmat deb sanayotgan bo'lsanglar, demak arzonrog'ini qidiring yoki bo'lmasam o'zingiz Toshkentga kelib tiktiringda, ana 1000 ta qilingda olib borib soting. Oson pul topsa bo'ladimi? Bo'ladi. Mamush 50 dollardan olib 1,5 mingga sotdimish. Kassa ochilgan paytda 50 dollar biletlar shu Amerikaning o'zida qolmagan. Bu ani Paxtakor, Bunyodkor stadioni emas. O'zbekistonda hal bo'ladigan. Bu mirovoy biletlar-ku. Mirovoy biletlarga bitta kichkina bloger ta'sir ko'rsatishi mumkinmi? Odam kulgisi keladi, yo'q. Po faktu keltirib qo'ydimmi? Biletlarga aralashmaganman deganmidingiz? Voy. Chiqib qoldik endi. Nima qilamiz? Biletlarga aralashib qo'ygan ekansiz. Futbolkalarga aralashmaganman deganmidingiz? Futbolkalarga ham aralashib qo'ygan ekansiz. O'g'lingiz aralashib qo'ygan ekan yoki siz aralashib qo'ygan. Yoki u sizning o'g'lingiz emas. Tashkil ishliga aralashmaganman deyaptimi-deysiz? Voy, uni ham ochib qo'ydik. Shuncha pulni maza qilib yedinglar. Mayli, o'zingiz javob berasizlar pulni yeganiga. Lekin videoni asosiy mazmuni qolib, ovozli AI'da yasalgan. Yo. Endi bu darajada bo'lmasa kerak. AI'da yasalmagan bo'lsa kerak. Ovozlarigacha ham keltirib berdik. Har bitta o'yinlarning biletlari qanaqa sotilgan. Bu hali anu nima deydi? Tog'ni bitta kichkina bo'lagida bu. Hali qolgan ma'lumotlar bor. Lekin sizlar tarafdan, men tarafga nima bo'pti? Ya'ni men tarafga hech narsa bo'lishi shart emas, lekin kechadan beri harakat qilyapsizlar videoni o'chirib turishga. Melish narsalarga e'tibor qilinmayapti. Ana 900 dollar o'tkazib berilgani o'sha yerda o'tkazib berilgan odamning shaxsiy ma'lumotlari. Shaxsiy ma'lumotlar aslida chiqish kerak emas,
Lekin videoni asosiy mazmuni qolib turib, sizlar nimaga harakat qilyapsizlar? Videochi, asosiy ma'nosichi, siz gapirgan gaplaringizchi, men aralashmagan, biletga aralashmaganman, futbolkaga aralashmaganman, u qilmaganman, bu qilmaganman. Lekin fakt, bu fakt-ku, to'g'rimi? Lishni manga tishila o'tmaydi. Lishni manga tishila o'tmaydi. Boshqa bo'yiga tishila o'tishi mumkin. Вот именно manga tishila o'tmaydi. Men bu yerda mezbonman, sizlar bu yerda mehmonsizlar. Hammalar Abdurahmon Fozilov, yon atrofingizdagi hamma kim O'zbekistondan kelgan blogerlar, hammalar sizlarni birontanglarni haqqinglar yo'q. Butun Amerikadagi o'zbeklarning nomidan chiqolman sizlar. Sizlarni haqqinglar yo'q bironta o'zbekni bu yerda oyoq osti qilib yoki past nazarda qarashga. Amerikadagi blogerlar bizning o'rnimiz baland deb janjal qilyapti. Baraka topkir, seni o'rning baland bo'lsa, nega sen o'zing futbolga bilet olib qo'ymading? Mana men Yevropaga borganman, Turkiyada yashaganman. Hech qachon biletni o'sha davlatga borib sotmaganman. Futbolga biletni o'sha davlatga borib olganman. O'zim deylik Turkiyada bo'lgan paytim ham O'zbekistondan kelganlar bizdan yordam so'rardi, futbolga bilet olish yordam bering deb. Sen qanaqa o'rning baland? Amerikada turib bilet olmayotgan bo'lsang, boshqa davlat fuqarolari olib bo'lgan-ku biletni. Sen o'zbekchilik qilgansan, qo'ldan olaman degansanda, olmagansan shu kungacha. Jumotlik qilib. Yani 4-5 ming dollar pulim bor deysan. 4-5 ming dollar puling bo'lsa, ne faqat Amerikadagi o'yiniga kelib podashka qilyapsan O'zbekiston terma jamoasini. Shuncha davlatda musobaqalar bo'ldi, bormayapsan. Bu O'zbekistondagi blogerlar boryapti. O'rningdan gapirma sen. Bular dam olishga boryapti, sen ishlashga borgansan bu blogerlar. Mendan o'rning baland bo'lishi mumkin, chunki men bora olmadim Amerikaga, vizaga murojaat qilmadim. Bunaqa 10 ming dollar pulim yo'q borib futbol tomosha qilib kelib, ko'ngil xushlikka sarflaydigan. Abdurahmon Fozilov 40 dollarlik futbolkani 50 dollardan sotdi deb qo'yadi. 10 dollarda boshqa ko'radimi Abdurahmon Fozilov? 1000 ta futbolka bo'lmaydimi? Odamni kepkasida reklama bor, futbolkasida reklama bor. Har bir bitta videoda har bitta brend reklama chiqyapti. U reklamadan topgan pulini sen Amerikada 5-6 yildan topa olmaysan u odamni 1 yilda topgan pulini. Bu paxta qo'yish emas. Просто chekkadan qarab kuzatib turib odam ajrib ketyapti seni qilayotgan videolaringga. Na mittibilar kabar ekan, blogerlar kelganlar. Bizni oyoq uchida ko'r. Ularni pattichiga 4 million, 5 million, sen 30 ming pattichiging bilan u bilan kollaboratsiya video olmoqchi bo'lyapsan. Pashol naqd deydi-da. Ular bitta senga emas, O'zbekistonda ham ular misol uchun storiesiga qo'ymaydi. Misol uchun agar video atmetka qilib qo'ysang ham, chunki storiesini o'z reklamasi 1000 dollar. Tirikchilikda shuni orqasidan qiladi ular. Nima qilsin? Hamma narsani tekin olib, pensiyaga o'xshab chetda borib ishlasinmi? Amerikadagi vatandoshlarimizning ta'kidlashicha, ba'zi bir vatanparvar blogerlarimiz, xususan Abdurahmon Fozilov, elimiz suygan Otabek Ayvosh va Mitnimiyadagi ulug'beklar futbol musobaqasiga biletlarni ko'tarasiga sotib olib, narxlarini osmonga chiqarib yuborgan ekan. Va bir qancha vaqtdan keyin Otabek Ayvosh bunga munosabat bildirib chiqdi va buni oddiy hol ekanligini, bu shunchaki biznes ekanligini ta'kidlab chiqdi. To'g'ri. Bu biznes bo'lishi mumkin. Gap bo'lishi mumkin emas. Otabek shunaqangi bir xususiyati borki, unga na qonuniy, na bir diniy tarafdan isbotlab bermasangiz gapingizni u tan olmaydi. Balki bu harakatida qonun buzilishi ham yo'qdir, islomga zid bo'lgan taraflari ham yo'qdir. Lekin bu yerda odamgarchilik, odamiylik haqida gap ketyapti. Ey baraka topkur. Mayli, soqqayni qilibsan, hech bo'lmasa o'z vataningni o'yiniga kiradigan muxlislarga nisbatan qilma mana shunaqa biznesingni. Nima keragi bor endi vatanga bo'lgan muhabbatdan biznes qilib, ey baraka topkurlar. Butun dunyoda boshqa millatlar o'zinikini o'zi qo'llab-quvvatlab turgan bir paytda qo'pol qilayotganda biznikilar o'zini o'zi itaradi-da. Hattoki o'sha ba'zi bir orasida taqvodorni yoqib olganlari bor. Hattoki o'sha yahudiylarni yomon ko'radiganlari bor, lekin butun dunyoda yahudiylar bir-birini qo'llab-quvvatlab keladi. Butun dunyoda agar birorta yahudiy qanaqadir bir oddiy ishchi bo'lib ishlayotgan bo'lsa, o'shani qo'lidan tortib millioner qilib tashlaydigan bir holatda biznikilar vatanparvarlikdan so'qqa qilyapti, tushunyapsizlarmi? Vatanparvarlikdan, o'zimni vatanimni qo'llab-quvvatlayman deb kelgan odamga biletni narxini mana bunchadan deyapti va buni hech bir uyalmasdan bu biznes deyapti. Nima deymiz? Insof tilaymiz sizlarga.